Uf, nereye gitti ağır bu pul? Nereye gitti? Hazır 8 milyon çüvedik plastikim ağır. Aylıkım gitti aylıkım inşaat tapamam ağır. Dedim tapamam ağır. Buna vay da oy ne gap oldu? Ağır bir gün bayramda. Üyeme çapırışım gerek. Ne gap Kadar oldu? gelişim gerek. Öyle ya plastikimde yok. Gün battı. 8 milyon pulum yok. Öyle ya. Özün blog yersen, aldanıp oturgan neye kara. İnternette özü hem aldanıp yaptı da şu nerselere. IF dedi, başka dedi. İşanmazsık gerek şu nerselere. Şunun için aytama Yulduz, internette saxta havala, yankı din papkinele gelse açıp okup aldanmağla. Pullarını asan köpeytiriş, saxta traderler. Şular hem işanmağla. İnternette savda kılaman deb, saxta firibgarlarga ham aldanmanglar. Bolangiz telefonda qanday maqsadda foydalanayotganidan ogoh bo'ling. Davlat tashkilotlari qarzdorliklaringizni Telegramdan undirmaydi. Unutmang. İnternetlarda kam foizli kreditlar deb chiqsa, shular ham aldanmanglar. O'zini bank xodimman deb tanishtirgan bir martalik tasdiqlash kodini hech kimga bermang. Hattoki shu bankning adini so'rab, bankingizga borib murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Noma'lum telefon raqamidan qo'ng'iroq qilib sizning shaxsingizga doir ma'lumotlar so'ralsa, javob bermang. Omad shu soxta niqob ostidagi kanallar ham ishonmanglar. Sizga meros qoldi, chet eldan sovg'a kelayotir degan narsalar ham umuman ishonmanglar. Oddiy telefon raqamidan telefon qilib, ma'lumotlaringizni so'rab, sizning kartalaringizga kod yuborib, pullaringizni olib turibdilar. Yulduz o'xshab kamal. Ogoh bo'linglar, Xudo xohlasa O'zbekiston Libo territoriyasidan Telegramlarda yolg'on saxta o'yinlardan ishtirok qilmang. Ogohlik davr talabi, unutmanglar.